Assalomu alaykum. Bizni kuzatib borayotgan hammaga mana ko'rinishdagi butun konteynerlarimiz oldida bor. Bo'yin uzunligi 12 metr bo'ladi, balandligi 2.62-2.90. Holatlari zo'r. Ko'pchilik bizni kuzatib borayotganlar butun konteynerlar bormi? Holatlar haqida ko'rsatib o'ting degan uchun video ishlayapmiz. Evengreen Kliniya degan konteynerlar sotuvda bor. Mana ko'rinishdagi holatlar zo'r. Bemalol omborxonaga foydalansangiz bo'laveradi. Hozir sizlarga ichki holatini ham ko'rsatib o'tamiz. Bu konteynerlarimiz $1800 sotilyapti. Bir donasi albatta holatiga qarab turib baholanadi. Ichki holatlari ko'rishingiz mumkin. Xomlislari zo'r. Yo'nalishda hech qanday yomon yo'q. Pol taxtalari butun. Behijolat omborxonaga foydalansangiz yoki ko'chma do'kon qilmoqchi bo'lgan insonlar uchun ham variant. Vodiy bo'ylab inshaalloh yetkazib bera olamiz. Tasdiqkasini siz bilan kelishilgan holda. Samarqand tomonda bo'lgan insonlar uchun ham iloji boricha Toshkent shahridan chiqarib yuborishga harakat qilamiz. Xulosda bu tomonga ham tushirib qo'ydik. Sal arzon holatdagilari $1750 sotilyapti. 3-etajga chiqishda imkoniyati bo'lmadi. 2-etajdagi konteynerni sizlarga ko'rsatib o'tdik. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Dehqonobod mahallasidamiz. Qiziqqanlar albatta pastda telefon raqam qoldiramiz. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Kanalimizga qot qo'ymash uchun like va podpiska bosib qo'yishni unutmaysizlar. Qo'ldan kelgancha konteyner sizlarga obzorini qilib berdik. Hammaga rahmat.